Angel Di Maria futbol uchun yashagan, Argentina uchun jonini bergan afsona. Olomon 2022-yilgi jahon chempionatida Messiga bor e'tiborlarini qaratib, Angelni unutib qo'yishdi. Go'yo u soyadagi o'yinchidek. Aslida-chi, u soyada emas, Messining yonida edi. Finalda hunarbozliklarni aynan u boshlab bergan. Bitta gol urdi, penalti ishladi. Butun o'yin davomida fransuzlarning rejasini buzib yurdi. Millatning chempionligida asosiy qahramonlardan biri bo'ldi. Bu birinchi marta emas. Di Maria har doim katta sahnalarda paydo bo'lgan. 2014-yil finalgacha borgan jamoada ham u o'ta muhim figura edi. 2021-yilgi Copa Amerika finalida ham hal qiluvchi golni aynan qahramonimiz Angel urgandi. Di Maria qolganlardan nimasi bilan ajralib turadi, bilasizmi? U dunyoni tom ma'noda ikkiga bo'lgan, o'yin uslublari butunlay o'zgacha bo'lgan Messi va Ronaldoga eng yaxshi sherik bo'lgan. Bunga misol ularning Di Maria haqida aytgan gaplaridir. Messi qahramonimizni haqiqiy final futbolchisi deb ataydi. Ronaldo esa Di Mariani elit darajadagi jamoaviy futbolchi deydi. Bu birga o'ynagani uchun qilingan kompliment emas. Di Maria rostdan ham bu e'tiroflarga loyiq futbolchi edi. Ikkala eng buyuk futbolchi ham aynan bir narsani nazarda tutgan. Di Maria oddiy qanot hujumchisi emas, u katta sahnalarning futbolchisi edi. Bugun Di Maria 38 yoshga to'ldi. Sekin-asta futbol sahifalaridan o'chib borayotgandek. Lekin ishonavering, g'aribgina yuragimiz futbol deb uraverar ekan, uning Realdagi universalligini, PSJdagi ajoyib barqarorligini, Argentina termasidagi hal qiluvchi va millatni chempion qilgan harakatlari-yu gollarini hech qachon unutmaydi.